va bu tarafda ham kirib boramiz va tizza bo'g'im orasiga ukol qilishning foydalari va zararlari haqida gapirib o'tamiz. Tizza bu yopiq qobiq, ya'ni vakuumli qobiq. Bu nozik masala. Agar buni ichini har xil musullardan, chiqindilardan to'ldirib tashlasangiz, bora-bora bu tizzangiz ishdan chiqishi mumkin. Ba'zi tabiblar buni malham qo'yib davolayapti, ba'zi doktorlar esa kesib olib tashlayapti, ya'ni qaytadan endi protez qo'ymoqda. Ya'ni avval kasallikning negizi, tarixini bilish kerak. Ba'zi insonlarda, akalarimiz, ko'proq futbolist akalarda uchraydigan holatlar Minsk kasalligi, ya'ni tizza bo'g'im orasidagi amortizatsiya berib turadigan Minsk futbolda, ya'ni yengil og'ir travmalarda uchraydigan jarohat, qattiq bosimlardan ham uchraydi. Hozirgi kunda ko'proq uchraydigan kasallik bu artroz, ya'ni ichidagi suyak bo'g'imi tog'ay qismidagi yemirilish kasalligi. Artroz kasalligi juda ham rivojlanib ketgan. Avvalo sinovial jidkis ichidagi suyuqlik qurishni boshlaydi, sekin-sekin va tog'ay qismi yemirishni boshlaydi. Bu artroz kasalligi. Avvalo nima qilish kerak? Sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish kerak. Keyinchalik sekin-sekin fizioreabilitatsiya yordamida unga tizzaga mustahkam ozuqa berish kerak va sekin mushaklarni baquvvatlashtirgan sari tizzani davolab borish kerak. Shunaqa holatlar. Bunday holatlarda agar sizda og'ir kuchli bo'lsa, og'riqlar juda ham og'irroq ahvolda bo'lsa, juda ham tezlik bilan mutaxassisga borishingiz zarur bo'ladi. Agar sizda bo'g'im kasalliklari, suyak bo'g'im kasalliklari muammosi, umurtqa dischurrasi, grija bo'lsa, yuqoridagi nomerlarga murojaat qiling, albatta o'zimiz yordam beramiz akalar. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.